Ayni paytda changlanish bo'yicha dunyoda birinchilardan bo'lib turgan Pokiston va Islomobod shahri. Mana bu manzara. Mana shu joydan butun boshli Islomobod shahar ko'rinishi kerak aslida. Lekin mana bu tuman chang tufayli shahar ko'rinmayapti. Demak, aybdorni topdim shekilli. Shulardan boryaptimi balkim bizga. Mana bu joyda Islomobodda eng katta masjidi bor. Kirib ko'ramiz. Hali g'irashida ko'rinyapti. Aslida shu to'liq ko'rinishi kerak. Quyosh rosa chiroyli botyapti. Go'zallikni qarang. Bu masjidga 100 mingdan ortiq odam sig'adi bitta paytda o'zida. Bir akani tanishtirmoqchiman, Shohrux aka. Alaykum assalom. Qalaysiz? Bu joylarda bir siz mesniy bo'lib qolsa, shunaqa desam bo'ladi. nima ishlar qilyapsiz, Shohrux aka? Bu yerda asosan shu hozir ishchi kuchni jalb qilyapmiz O'zbekistonga. O'zimizda kadrlar yetishmovchilik degan Sohiz nima bilan shug'ullanasiz? tekstil bo'yicha. Qayerda ishlaysiz? Navoiy viloyat Xatir tumani. Xatirchini biladiganlar bo'lsa kerak, eng chekka va Olis hududlardan. olis hudud hisoblanadi. Kichkina joyda o'sha akamiz shu yerda ishlab korxona qilishgan. Kecha bir tekstilga kirganimizda video qilgandim. Bittadan ishchi olib ketaman degandi. Voy, qanaqa qilib nima qilsak bo'ladi deydi bu sohadagilar. Aka nimani qilyapsiz? Qanday olib boryapsiz? Bu yerdan asosan endi hujjat ishlari biroz qiyinroq. Ish jalb qilishda, chunki O'zbekistonda ma'lum bir to'lovlari bor. O'sha to'lovlarni agar qilsangiz, qonuniy ishlatsangiz, ishchilar yaxshi ishlashadi. Baribir o'sha kecha aytganimdek, o'zimizda sifat darajasiga to'g'ri kelmaydi-yu, 1 oy 2 oy ichida mashg'ulotlar qilib turib Moslashtirib olsa bo'ladi. Ishlashlari dangasamasmi, yaxshimi? Yo'q, yaxshi ishlashadi. Bo'ldi, stop. Kadr olindi deb tugatasiz, ishda o'shanda tugatishadi. Bo'lmasa indamaysiz 12 soat ishlashaveradi. Yaxshi. Sizni o'zi bittadan ishchi olib ketishingizni sababi yerda aholi kamligi uchun, yetishmovchilik uchun ishchingiz. Bizda tog' joyda joylashgan Langar qo'rg'onchasi deyiladi. O'sha prezidentimizni tashabbuslari bilan Obod qishloq doirasida qurilgan. Shuning uchun shekilga qurgansiz. O'zi uyingiz qayerda? O'zim Samarqandda o'zi asli. Samarqandlimiz yerda nima qilyapsiz? Qanaqa borib qolsiz? Aylanib borganimizda shu yerda bir aholiga yordam bo'lsin, ishsiz aholini ish bilan ta'minlaylik degan maqsadda ochganmiz. Hozirda fabrikamiz yomon emas, yaxshi ishlab turibdi. Nechta xodimimiz bor? 70% quvvatda ishlayapmiz. Endi bu yoqdan ishchi kuchini jalb qilayotganimiz sababi o'sha mahalliy aholini ishga o'rgatish, ularning tajribasini oshirish. Yerda specialistlar yo'q-da, to'g'ri. Bu yerdan faqat specialist olib boryapsiz. Olib boramizda har bir kishiga 2 ta 3 tadan mahalliy aholini qo'shib beramiz va shu bilan O'rganyapti-da. ishchi kuchini Bu ko'paytiryapmiz. Nimaga o'zingizda ishchi ko'p-ku, nimaga olib boryapsiz deb o'zidan hali so'raganim yo'qdi. Men shunga o'ylanganim. Demak, ashitdagilarni o'rganityapsiz. Lekin bu yerdan ishchi kuchini olib borish ancha qimmat. Qimmatga tushadi, lekin bizda boshqa iloj bo'lmaganligi uchun ularda shunaqa proyekt qilganmiz. Birinchi olib borish uchun qimmat bo'lib ketadimi hujjatlariga? Chunki bir kishiga asos hamma hujjatlarni, bilet, vizalari va 1 yil yashash muddatini hisoblaganda 1600-1700 dollar xarajat ketadi bir kishi uchun. Endi biz bundan hozir unumli foydalanyapmiz. Bir kishini chaqirib 3 ta O'zbekiston fuqarosini bunga biriktirib qo'yib, o'rgatib olyapmiz-da, bulardan foydalanyapmiz. 1 yildan keyin qarabsizki, masalan 100 ta ishchi chaqirsak, bizda 300 ta tayyor kadr bo'ladi. Qo'y. Bu yo'nalish zo'r. Boshqa sohalar bo'yicha ham odamlar topsak bo'ladimi? Mutaxassislar siz bir ishlayapsiz bu yerda. Sizaqasini eshitmadim hali. Necha yildan beri ish qilyapsiz bu yerda? 1 yildan buyon ishlayapmiz. 1 yildan beri odam bor. 1 yil ichida ancha tajriba oldik, chunki hujjatlashtirish masalasi muammo. Boya sizga aytdim, bularda Pokistondan chiqib ketish qiyin. Juda qiyin. Vizasi bo'lsa ham aeroportda qo'yishmaydi. O'sha bularni migratsiya vazirliklari bilan hujjatlar alishganmiz, hammasini qonuniylashtirib, O'zbekistonda haqiqatan ishga ketyapti bular, qonuniy ishlashadi degan maqsadda hujjatlarni to'g'ri qilib, mana shu endi hozir 4-5 oydan buyon ishlarni yaxshi yo'lga qo'yib olganmiz.
hali kun davomida yana o'sha kompaniya bilan ham tanishtiraman sizni. Yaxshi aylanamiz. Yaxshi bo'ldi. Bitta ishchi aka hozirgi paytda specialistingizga qancha oylik to'layapsiz bularga? O'zi bu 150-200 dollar atrofida ishga rozi bo'ladi, lekin borgandan keyin o'sha bular o'zlarini условияларni qo'yishni boshlashadi. 400-500 so'rashadi. Shu 300-350 atrofida oylik to'laysiz. To'layapmiz. Bu yerda kecha kirdik, 80 dollar ishlayapmiz dedi. Agarda 100% hozirgi vaqtda agar bularga hamma xarajatingni ko'taraman, kilo biletinggacha ko'taraman desangiz, bular o'sha oylikka ishlashga rozi. Rasxodni o'zi qilib boryapti. Rasxodni o'zi qilishda siz unga ko'proq oylik to'lashga majbur. To'g'ri. Endi bizning kelishuvimiz, aytaman, hamma xarajatni o'zing qilasan, men to'lamayman. Faqat senga ish beraman, yotoq joy va 3 mahal issiq ovqat. Shu bilan ovqatlar undan tashqari siz yotoq joylarni ham qilib beryapsiz, ovqatni ham beryapsiz. Ovqatlari, 3 mahal issiq ovqati, keyin har oy ularning registratsiyalari bor, ularni qilib berishimiz kerak. Chora topmadik, yedik deydi-yu. Aka o'sha chekka hududda shu narsalar tashkillabdi-da. Buni asha qilsa bo'lmaydi, ish topolmayman deganlarga mana chora. Aka shu bo'yicha ko'pchilikda bu muammo bor. Sizni hozir bitta Telegram nomeringizni qo'yib qo'ysam yoki yordam so'rasa yoki shunaqa kadr kerak bo'lsa, bir yordamingiz ko'rsata olasizmi? Siz endi specialist bo'lib qoldingiz bu yerda, olib ketib o'qigan. Bu bolalarga o'zbekchani o'rgatib qo'yibsiz. O'zbekcha gaplashyapman bilan. Bu O'zbekistonga kelib ketib, shu o'zini mas'ul xodim qilib qo'yganman bu yerda, hujjatlashtirish ishlari bo'yicha shug'ullanadi. Bu masala nima uchun bu yoqdan ish kuchini jalb qilyapmiz? Juda hozir O'zbekistonda kadr yetishmovchiligi bo'yicha, masalan, mana shu ishlab chiqarish sohasida ko'p sohalar bankrotство e'lon qilib yopilib ketyapti. Bizda ko'payib ketdi. Tekstil og'ir bo'lib qoldi-da. Endi o'sha men ham fabrikamni yopib yuborsam bo'lardi, o'yladim. Ketsam, bu yoqda bir 70 ta ishchi bor. Ishchi o'rtacha 4 kishi, 5 kishidan hisoblaganingizda bir 400-450 odam oilasini ro'zg'or qimirlamay qoladi. Yana masalan o'sha tog'li hududda, chekka hudud, Langar qishloqchasida bizda ishlab chiqarishdan boshqa ishlab chiqarish yo'q. Umuman yo'q. Umuman yo'q. O'shuning uchun nimadir yechim topishimiz kerak dedik va tuman hokimlari bilan kelishib shunaqa ish qilsam, chetdan mutaxassis chaqirsam deganimda shu ko'maklar bilan shu hozir sekin-sekin ishni rivojlantirib bankrotstvodan chiqib ketdik. Uddalabsiz. Voy. Uddalabsiz. Buni mana shu akani ham nomerini qo'yib qo'yaman. Imkon bor hamma narsani shug'ullansa bo'ladi. Tekstil sohamiz o'zi og'ir ketyapti. Siz qayerlarga sotyapsiz? Biz Rossiyaga asosan. Rossiyaga. Qarang. Sababi zo'r tikyapti, zo'r qilyapti. Juda vodiyda juda ko'p tekstillar to'xtab qolgan, chachchiq sexlar, umumiy trikotaj narsalar. Sababi sotishni bilmayapmiz. Sotuvimiz yo'q, xaridor topa olmayapmiz. Xaridor topish uchun izlanish kerak, chetga chiqish kerak, forumlarga qatnashish kerak. O'sha yerlardan xaridor topiladi. Yo'q, kimdir kelib qolarmikin deb ofisda o'zida o'tirishdi-da, shuning uchun bankrot bo'lyapti. Akalar qarang, mana shu dunyoni bir chekkasidan ishchi olib ketib, ishlatib yurgizishyapti. Foydali bo'lgan bo'lsa xursandmiz.